Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Yakubova Nargiza Rustamovna, Renessans ta'lim universiteti sport faoliyati kafedrasi katta o'qituvchisiman. Biokimyo fanidan men sizlarga hozir muskul ish faoliyatida organizmdagi biokimyoviy jarayonlar dinamikasi haqida ma'ruza o'qib beraman. Ma'ruza rejasi muskul ishida biokimyoviy o'zgarishlarning yo'nalishi, muskul ish faoliyatida organizmning energetik resurslarini jalb qilinishi, muskul ish faoliyatida kislorodning tashilishi va iste'moli, muskul ishi vaqtida kislorod qarzini hosil bo'lishi, muskul ish vaqtida turli organ va to'qimalardagi biokimyoviy o'zgarishlar, ish paytidagi biokimyoviy o'zgarishlarning xarakteri bo'yicha mashqlarni sistemaga solish haqida mavzu o'qib beraman. Muskul ish faoliyatidagi biokimyoviy o'zgarishlar faqat ishlayotgan muskullardagina emas, balki organizmning boshqa organ va to'qimalarida ham sodir bo'ladi. Buning ustida bu o'zgarishlar faqat mashqlarni bajargan vaqtdagina emas, balki u ish boshlashidan avval, ya'ni steroidli holatda sodir bo'la boshlaydi. Steroidli o'zgarishlar bosh miya qobig'ini moddalar almashinuviga ta'sirida misol bo'ladi. Fiziologik nuqtai nazardan steroidli holatlarda bir qator endokrin bezlarning faoliyati faollashadi. Jumladan gipofiz va buyrak usti bezining mag'iz qismi va adrenalin gormonining ishlab chiqarilishi kuchayadi. Simptomatik nerv sistemasi. Adrenalinning birgalikdagi ta'siri yurakning qisqarish chastotasi va aylanayotgan qonning almashinuvini tezlashtirishga olib keladi. Energiya almashinuvi orqali mashg'ulotlarni muskullarda hosil bo'lishi va qonga o'tishi, kislorod ionlarini chiqarib tashlash va oksixonning ajralishini kuchayishi, muskullardagi kapillyarlarning devorida mahalliy ta'sir qilib, ularni kengayishiga olib keladi. Shu vaqtning o'zida adrenalin ichki organlarning tomirlarini toraytiradi. Natijada muskul ishi boshlanishi bilan organizmda qon oqimi qaytadan taqsimlanib, ishlayotgan muskullarni qon bilan ta'minlanishini yaxshilaydi. Biokimyoviy nuqtai nazardan steroidli holatlarda gaz almashinuvining kuchayishi aerob oksidlanish jarayonining intensivligini organda va boshqa qonda glyukozaning miqdori ko'payishi uglevodlarning jalb etilishini kuchaytirishga dalolat beradi. Ko'pincha anaerob glyukozidlarning kuchayishidan dalolat beruvchi sut kislotasining miqdorini ko'payishi ham kuzatiladi. Boshqa steroidli biokimyoviy o'zgarishlar ham kuzatilishi mumkin. Bir qator tadqiqotchilarning o'zlarining ilmiy ishlarida shu narsani ta'kidlanganki, ya'ni steroidli biokimyoviy o'zgarishlar va mashqlarni bajarishda ro'y beradigan biokimyoviy o'zgarishlarning xarakteri o'rtasida o'zaro chambarchas bog'liqlik bor. Bundan tashqari, jismoniy mashqlarni bajarayotganda qonda qaysi bir metabolitning miqdori ko'paysa, steroidli holatlarda ham ana shu metabolitning miqdori ko'payishi mumkin. Shu narsani ta'kidlab o'tish kerakki, steroidli biokimyoviy o'zgarishlarning katta-kichikligi bir qator omillarga bog'liq, jumladan oldinda turgan jismoniy yuklamalarning xarakteri, sport turiga bog'liqligi, ya'ni sportda qaysi tipdagi mashqlarni bajarish, sportchining o'zini shu yuklamaga bog'lagan munosabati, musobaqaning kategoriyasi, javobgarligi, olimpiya o'yinlari, dunyo, qit'a, mamlakat chempionati, o'rtoqlik uchrashuvlari yoki oddiy mashqlanish mashg'ulotlari, sport staji va sportchining psixologik tayyorgarlik darajasiga ham juda katta bog'liq. Musobaqa oldidagi steroidli o'zgarishlar mashqlanish mashg'ulotlarini o'zgarishidan katta bo'ladi. Ya'ni bundan tashqari musobaqaning javobgarligi qancha katta bo'lsa, steroidli biokimyoviy o'zgarishlar shuncha katta bo'ladi. Umuman olganda, moddalar almashinuvining shartli reflekslarlari steroidli o'zgarishlar o'ziga xos psixik razminka rolini bajarib, organizmning funksional imkoniyatlarini jalb etishga yordam beradi. Shu bilan birga, yuqori malakali sportchilar mo'tadil,
lekin juda aniq steroidli o'zgarishlar bilan yaxshi sharoitda bo'ladi. Skelet muskullarining moddalar almashinuvi birinchi navbatda qisqarishi va boshlanish uchun bevosita energiya manbai sifatida ATFni ishlab chiqarishga yo'naltirilgan. Odam organizmidagi energiya zaxiralari 8-jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga tayanib shuni aytishimiz mumkinki, skelet muskullari yonilg'i sifatida ularning faollik darajasiga qarab glyukoza, glikogen, moy kislotalari yoki keton tanachalari ishlashi mumkin. Tinch holatdagi muskullarda energiya almashinuvining asosiy substraktlari bo'lib, jigardan qon bilan yetkazib berilayotgan erkin moy kislotalari yoki keton tanachalari xizmat qiladi. Bu substraktlar oksidlanish yo'li bilan parchalanib, asetilga aylanadi. So'ngra asetil-CoA 3 karbon kislotasi siklida karbonat angidridgacha oksidlanadi. Odam organizmi energiya zaxiralari mana bu jadvalda to'liqligicha keltirilgan. Skelet muskullari, glikogeni, energetik qiymatlari 17, to'qimalardagi konsentratsiyasi 18, to'qimaning massasi 28 kilogramm, energiya zaxirasi kilojullarda berilgan, jigar glikogenini berilgan, bu yerda 17, to'qimalardagi konsentratsiyasi 70, to'qimalardagi massasi 2 kilogramm, energiya zaxiralari 2345 kilojul, qon glikozasi 17 kilojul, kilogrammda 1 kilogramm, 5 litr berilgan, 84 kilojul va hokazo. Mo'tadil quvvatli mashqni bajarganda muskullar moy kislotalari va keton parchalanganda qo'shimcha qanday glyukozani ham ishlatadi. Maksimal quvvatli muskul ishini bajarayotganda muskullarning qisqarishi va bo'shashishining sarflanayotgan ATFning miqdori shuncha ko'payib ketadiki, qon bilan energetik substraktlar va kislorodni yetkazib berish tezligi orqada qoladi, ya'ni yetarli bo'lmaydi. Bunday sharoitda muskullarning o'ziga jamg'argan glikogen ishlatila boshlanadi va u aerob glikoliz yo'li bilan sut kislotasigacha parchalanadi. Uzoq muddatli mashqlarni bajarganda muskullarning glikogen zaxirasi yetmay qolishi mumkin. Bunday holda muskullardan boshqa energiya manbalari ishlatila boshlanadi. Birinchi navbatda jigarning glikogeni ishlatiladi. Kislotalarning yetkazib berish va ishlash tezligini muskullarning energiya bilan ta'minlash imkoniyatlarini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Nafas olayotgan kislorodning asosiy qismini eritrositlarning gemoglobin bilan bog'lanib, uni oksigemoglobin aylantiradi. Shu narsani hisobga olish kerakki, har bir molekula gemoglobin 4 molekula kislorodni bog'lab olish qobiliyatiga ega. Bu yerda ko'rsatib qo'yilibdi. Reaksiya tenglamasida ham gemoglobin, oksigemoglobin. Normal sharoitda katta yoshdagi odamning, erkakning qoni 100 ml-ga 14-16 gram gemoglobin bo'ladi. Harorat va bosim 760 mm simob ustuni bo'lganda 100 gram gemoglobin 130 mg kislorodni bog'lab olish qobiliyatiga ega. Shunda qonning kislorod hajmini hisoblab chiqish mumkin. Qonning kislorod hajmi, ya'ni 100 ml qonning bog'lab olgan kislorodning umumiy miqdori 21-22 mg ga teng bo'ladi. Erkak kishilarda, ayollarning qonida bu ko'rsatkich bir oz kamroq, ya'ni ularning 100 ml qonida 13-14 gemoglobin bo'ladi. Odatda tinch holatda yurak minutiga 5-6 litr qonni haydaydi. Ya'ni o'pkadan to'qima va organlarga 250-300 ml qonni haydaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Hurmatli talabalar, qo'shimcha ma'lumotlarni Renessans ta'lim universiteti kutubxonasidan olishingiz mumkin.